Hurmatli obunachilar, keyingi reklamamiz sizlarga navbatdagi reklamamiz xudo xohlasa 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt bo'ladi. Mexanika korobka. Cobalt izlab yurgan do'stlarimizga shu videoni tashlab qo'yishni unutmaysiz. Ajoyib sostaniyada Cobalt yotibdi. 4 dana yumshoq balon qo'yilgan. Mashinamizning sho'runda ozgina vakuumlik ishi bor. Holatlari boshim cho'tki narxda. Cho'tki sostaniyada. Bahosam cho'tki narxda xudo xohlasa. Mashina Emrobod avtozavodida bo'ladi. Bemalol kelaverasiz. Krassisini keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, 140 yilda krassi bo'ladi. Boshqa hamma yeri 100% radnoy. Salon holatlari ajoyib sostaniyada. Polik, linoleum, chexol hamma narsa tashlab turibdi. 142 ming yurib turibdi. Mashinada rasxod yo'q, metan gaz, hamma narsasi bor, hurmatli obunachilar. Eng qiziqarlilari buni bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 110 million so'm bo'lsa, olib haydab ketaverasiz, hurmatli obunachilar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Mashina vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Mashina Emrobod avtozavodida bo'ladi. Yana bir marta aytamiz, videolarimiz yoqsa like bosish esdan chiqmasin. Obuna bo'lmaganlar bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bir guna bo'lmasa, bir guna yarab ketadi, xudo xohlasa. Mashinalarimiz ko'p, Emrobod avtozavodida bemalol kelaverasiz.